Assalomu alaykum barchaga. Demak, 6-mavzuni 41-masalasidan davom qildiramiz. Demak, 41-masalada qonuniyat berilgan. S teng t plus 2t kvadrat bo'lgan yo'l formulasi asosida jismning 2 sekund davomidagi o'rtacha tezligini toping. Demak, bu o'rtacha tezlik. Bu o'rtacha tezlik teng s taqsim t bo'ladi. S ni o'rniga t plus 2t kvadrat taqsim t ni o'rniga t. Demak, t 2 sekund. Demak, 2 plus 2 ko'paytirib 2 ning kvadrati 4 taqsim 2. Demak, 2 ni 4 ga ko'paytirsak 8, 8 ga 2 ni qo'shsak 10, 10 ni 2 ga bo'lsak 5 metr taqsim sekund bo'ladi. Demak, A javob. 42-masala. Tinch holatdan 8 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan demak A teng 8 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlana boshlagan jismning 8-sekundda bosib o'tgan yo'li S teng 8 T teng 8-sekundda bosib o'tgan yo'li 3-sekundda, ya'ni T1 bo'lsa, bu T2 teng 3-sekundda bosib o'tgan yo'ldan necha metrga ko'p? Demak, delta S so'ralmoqda. N-sekundda ko'chish formulasini tashlaymiz. Nimaga desa, 8 va 3 deb masala shartida aytgan. Demak, N-sekundda ko'chish. Sn teng V0 plus A taqsim 2, 2t minus 1. Endi bu Sn1, mana bu 2t1 bo'ladi. Endi Sn2 teng V0 plus A taqsim 2, 2t2 minus 1 bo'ladi. Demak, tinch holatdan bo'lgani uchun demak boshlang'ich tezlik 0 bo'ladi. Sn1 ni hisoblasak, Sn1 V0 0, A ni o'rniga 8, 8 taqsim 2, 2 ko'paytirib t1 8 sekund. 8 minus 1 teng 8 ni 2 ga bo'lsak 4, ko'paytirib 2 ni 8 ga ko'paytirsak 16, 16 dan 1 ni ayirsak 15. Demak, S1imiz 60 metr ekan. S2 Sn2 teng 8 taqsim 2, 2 ko'paytirib t2 3 minus 1 teng 8 ni 2 ga bo'lsak 4, qavs ichi 6 minus 1 5 bo'ladi. Demak, 20 metr. Delta S so'ralganida farqi demak delta S teng Sn1 minus Sn2 bo'ladi. 60 ayru 20 teng 40 metr bo'ladi. Demak, yo'llari farqi 40 metr bo'ladi. A javobda turibdi. Tezligini vaqtga bog'lanishi bo'lgan jism dastlabki 10 metr yo'lni qancha vaqtda bosib o'tadi? Demak, V teng 2 plus 3 t bo'lgan jism dastlabki 10 metr yo'lni, demak S teng 10 metr yo'lni qancha vaqtda bosib o'tadi? Demak, bu yerda V0 2 metr taqsim sekund bo'ladi, chunki tezlik tenglanmasi V teng V0 plus AT. A ya'ni tezlanish mana bu 3 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Endi S teng V0 t plus AT kvadrat taqsim 2 degan formuladan t ni topamiz. Demak, S 10 teng V0 2 t plus A ni o'rniga 3 t kvadrat taqsim 2. Endi
ikkitani mahraj bersak, demak 20 teng 4t plus 3t kvadrat bo'ladi. Endi 3t kvadrat plus 4t minus 20 teng 0 bo'ladi. Diskriminant teng 4 ning kvadrati, ya'ni 16 minus 4 ya'ni 4 ko'paygan 3 ko'paygan minus 20 teng 16 minus minus plus bo'ladi. 12 12 ni 20 ga ko'paytirsak 240. T1 2 teng minus bu, ya'ni formulada minus 4 plus minus ildiz diskriminant. Demak, diskriminantimiz 256. 256 dan demak 16 chiqadi. Taqsim 2 ko'paygan 3, demak 6. Demak, T1 teng minus 4 plus 16 taqsim 6. Demak, 12 taqsim 6 teng 2 sekund. T2 teng minus 4 minus 16 taqsim 6. Minus 20 taqsim 6. Demak, musbat javobni olamiz. C javobda turibdi. Qirq to'rtinchi masalada tezligining vaqtga bog'lanishi, demak v teng v0 plus 2t bo'lgan jism dastlabki 20 sekundda, t teng 20 sekundda, s teng 600 metr masofani yo'lni bosib o'tdi. Uning boshlang'ich tezligini toping. Demak, boshlang'ich tezligi v0 so'raldi. Yana shu formuladan foydalanamiz. Demak, s teng v0t plus at kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Demak, s 600 teng v0 ni o'zi ko'paytirib t ni o'rniga 20 qo'yamiz. Plus a ni o'rniga mana bu t ni oldida turgan a bo'ladi, ya'ni 2 bo'ladi. 2 ko'paytirib t ning kvadrati, ya'ni 20 ning kvadrati 400 bo'ladi. Taqsim 2. 2 bilan 2 qisqaradi. Demak, 600 teng 20 v0 plus 400. 400 ni bu tarafga minus qilsak, demak 600 minus 400 teng 20 v0. 600 dan 400 ni ayirsak 200 teng 20 v0. 200 ni 20 ga bo'lsak, v0 teng 10 metr taqsim sekund bo'ladi. A javob. 45-masala. Tinch holatdan tekis tezlanuvchan harakatlana boshlagan jism 2 sekundda 18 metr yo'lni bosib o'tdi. Jismning tezlanishini aniqlang. Demak, tinch holatdan bo'lsa v0 teng 0, ya'ni boshlang'ich tezlik 0 bo'ladi. T teng 2 sekundda. Demak, tezlanish so'ralmoqda. Demak, s teng v0t plus at kvadrat taqsim 2. Boshlang'ich tezligi 0 bo'lgani uchun mana bu xat 0 bo'ladi. Demak, s teng at kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Bu yerdan a ni topsak, ildiz a ni topsak 2s taqsim t kvadrat bo'ladi. 2, ya'ni s bosib o'tilgan masofa 18 taqsim vaqt 2 ning kvadrati 4. Bu qisqarsa bu yerda 2, 18 ni 2 ga bo'lsak 9 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. 45-masalada 9, ya'ni A javob. 46. Ko'chishi, demak s teng 20t minus 2t kvadrat. Tenglama bilan berilgan jismning tezligi necha sekunddan keyin 0, ya'ni oxirgi tezligi 0
metr taqsim sekund ga teng bo'ladi. Necha sekunddan keyin? Demak, bu tenglamadan foydalanib V0 ni yozib olsak bo'ladi. Demak, V0 imiz 20 ekan. T oldida turgan V0, ya'ni boshlang'ich tezlik bo'ladi. Demak, V0 imiz 20 metr taqsim sekund. Tezlanishimiz formulada mana S teng V0 t minus AT kvadrat taqsim 2. Plus yoki minus. Plus bo'lsa tezlanuvchan, minus bo'lsa sekinlanuvchan. Ya'ni bu yerda sekinlanuvchan harakat, ya'ni minus bo'lib turibdi. Demak, AT kvadrat taqsim 2 bu yerda 2 bo'lmagani uchun mana bu yerdagi A 2 ga bo'lib yozilib qo'ygan. Demak, A ni olsak, mana bu 2 ni 2 ga ko'paytirib olamiz. Demak, tezlanish 4 metr taqsim sekund kvadrat ekan. Sekinlanuvchan harakat. Endi tezlik tenglamasidan foydalanamiz. Sekinlanuvchan harakat bo'lsa V teng V0, endi bu yerda minus bo'lgani uchun minus AT bo'ladi. Endi shu yerdan vaqtni topamiz. Demak, necha sekunddan keyin 0 bo'ladi desa, demak necha sekunddan keyin, ya'ni to'xtaydi degan savol berilgan. Demak, V ning o'rniga 0 qo'ysak, teng V0 ning o'rniga 20 minus A ning o'rniga 4, T ning o'rniga T. 4 ni bu tarafga o'tkazsak, 4 T teng 20 bo'ladi. T teng 20 ni 4 ga bo'lsak 5. Demak, javob 5 sekund bo'ladi. 46 da A javob. 47-chi masala. Tezligini vaqtga bog'liqligi V teng 4 plus 2 t ko'rinishda bo'lgan jismning 20 sekund davomidagi o'rtacha tezligini toping. Demak, V0 bu yerda 4 metr taqsim sekund bo'ladi. V0 bu yerda 4. V bu yerda, ya'ni T ni o'rniga 20 qo'ysak 44 bo'ladi. Demak, 44 metr taqsim sekund bo'ladi. Endi o'rtacha tezlikni topsak, V plus V0 taqsim 2 bo'ladi. 44 plus 4 bo'lingan 2. Demak, 48 bo'lingan 2 teng 24 metr taqsim sekund bo'ladi. D javobda turibdi. Qirq sakkizinchi masalaga o'tamiz. Demak, tinch holatdan to'g'ri chiziqli harakatlana boshlagan avtomobilni 4-sekund oxiridagi tezligi 20 metr taqsim sekund. Ushbu avtomobil dastlabki 6 sekundda bosib o'tgan masofasini aniqlang. Demak, 48-chi masalada T teng 4 sekundda tezligini 20 metr taqsim sekundga yetkazgan. Dastlabki, demak, Tx teng 6 sekund da bosib o'tgan masofasini aniqlang. Demak, tinch holatdan bo'lgani uchun, demak, V0 teng 0 bo'ladi. S teng V0 t plus AT kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Demak, V0 0 bo'lgani uchun S teng AT kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Mana bu Tx bo'ladi. Bu uchun bizga A kerak bo'ladi. A ni tezlik formulasidan topamiz. Demak, V teng tezlanuvchan yoki sekinlanuvchan tezlanuvchan teng V0 plus AT. Demak, V 20, V0 0 plus AT imiz 4 sekund. Demak, 4A teng 20, A teng 5 metr taqsim sekund kvadrat. Demak, tezlanishi 5 metr taqsim sekund kvadrat ekan. Tinch holatdan harakat boshlagan. Demak, 5 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan va u 4 sekunddan keyin 20 metr taqsim sekund tezlikka erishgan. Endi shunday tezlanish bilan harakat qilsa, u dastlabki 6 sekunddagi bosib o'tgan masofasini topishimiz kerak. Demak, A ni o'rniga 5 qo'ysak, Tx ning kvadrati, demak 6 ning kvadrati 36 taqsim 2. 36 bilan 2 qisqarsa bu yerda 18, 18 ni 5 ga ko'paytirsak 90 metr bo'ladi.
Jism to'g'ri chiziqli tekis shakillanuvchan harakatlanib 10 sekundda 100 metr masofani bosib bosib o'tib to'xtadi. Demak, oxirgi tezligi 0. Jismni tezlanishini aniqlang. Demak, a so'ralgan. Demak, s teng at kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Bu yerdan a ni topsak 2s taqsim t kvadrat bo'ladi. Demak, 2 ko'paytiruv s 100 metr, t ning kvadrati ham 100 bo'ladi. Demak, 2 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Ya'ni minusdan bo'ladi, chunki sekinlanuvchan harakat bo'lgani uchun ishorasi minusdan bo'ladi. Tekis sekinlanuvchan. Y javob. Keyingi masala, tinch holatdan to'g'ri chiziqli tekis tezlanuvchan harakatlana boshlagan jism birinchi sekundda s masofaga ko'chgan bo'lsa, 4-sekundda qanday masofaga ko'chadi? Demak, tinch holatdan v0 teng 0, t1 teng 1, demak sn1 teng s ga teng. Keyingi t2 teng 4-sekundda qanday masofaga ko'chadi? Demak, sn2 so'ralmoqda. sn1 teng v0 plus a taqsim 2, 2t1 minus 1. Mana bu tenglamadan foydalanib a tezlanishni topib olamiz. Dastlab demak sn1 s ga teng, demak v0 0 ga teng, a taqsim 2, 2 ko'paytiruv t1imiz 1 ga teng minus 1. Demak s teng a taqsim 2, 2 ni 1 ga ko'paytirsak 2, 2 dan 1 ni ayirsak 1. Demak 1 ga ko'paytiramiz. Bu yerda a ni topsak 2s bo'ladi. Endi sn2 ni yozsak sn2 teng v0 plus a taqsim 2, 2t2 minus 1. Teng v0 0, a ning o'rniga mana bu 2s ni qo'yamiz. Demak 2s taqsim 2, 2 ko'paytiruv t2 ni o'rniga 4 qo'yamiz. Minus 1. Teng 2 lar qisqarsa, mana bu yerda s 2 ni 4 ga ko'paytirsak 8, 8 dan 1 ni ayirsak 7, 7 ni s ga ko'paytirsak 7s. Ya'ni javobi 7s bo'ladi. B javobda turibdi. Keyingi masala, tinch holatdan boshlab 2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan, demak a teng 2 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish bilan harakatlana boshlagan avtomobilni 14-sekundda t1 teng 14-sekundda bosib o'tgan masofasi t2 teng 11-sekundda bosib o'tgan masofasidan qancha ko'p? Demak, delta sn so'ralmoqda. sn1 teng v0, demak tinch holatdan bo'lgani uchun a taqsim 2, 2t1 minus 1 teng a 2 taqsim 2, 2 ko'paytiruv t1 ni o'rniga 14 minus 1 teng 2 lar qisqarsa 28 minus 1 teng 27 metr. sn2 teng a taqsim 2, 2t2 minus 1, a ning o'rniga yana 2 taqsim 2, 2 t2 ning o'rniga 11 minus 1 teng 2 lar qisqarsa 2 ni 11 ga ko'paytirsak 22, 22 dan 1 ni ayirsak 21. Demak delta sn so'ralganda sn 1 dan ayiramiz sn 2 dan, ya'ni kattasidan kichigini ayiramiz. sn 1 27 minus kichigi sn 2, ya'ni 21. Javob 6 metr. Ya'ni 6 metrga farq qiladi ekan. C javob.
Keyingi masala ikkita jism tinch holatdan A1 teng A va A2 teng 4A tezlanish bilan harakatlana boshlaydi. Ularni bir xil masofaga ko'chgan paytdagi erishadigan tezliklari nisbati. Demak, A1 teng A, A2 teng 4A. Tezliklari nisbati. Demak, V2 ning V1 ga nisbati. V1 teng V0 plus A1. Yo'q. A1 T bo'ladi. Demak, V2 teng V0 plus A2 T bo'ladi. Nisbat olsak, demak, tinch holatdan bo'lgani uchun V0 teng 0 bo'ladi. Demak, V2 taqsim V1 teng A2 T taqsim A1 T bo'ladi. Demak, T lar qisqarsa A2 taqsim A1. A2 4A, A1 A. Demak, javob 4. A javobda turibdi. Keyingi masala. Ikkita jism tinch holatdan demak, bu ham shunga o'xshash masala. Demak, A1 teng A, A2 teng 9A. Tinch holatdan, demak, A1 teng A, A2 teng 9A tezlanish bilan harakatlana boshlaydi. Ular bir xil masofaga ko'chishga sarflagan vaqtlari nisbati. Demak, V0 teng 0 bo'ladi. Endi bu yerda vaqtlar nisbati so'ralgan, ya'ni T1 taqsim T2 so'ralgan. Demak, S teng demak, bir xil masofa S1 teng S2 dan foydalanamiz. Demak, S1 ning o'rniga A1 T1 kvadrat taqsim 2 qo'yamiz. Teng S2 ning o'rniga A2 T2 kvadrat taqsim 2 qo'yamiz. Demak, 2 lar qisqarsa T1 kvadrat taqsim T2 kvadrat teng A2 taqsim A1 bo'ladi. Demak, T2 taqsim yo'q. T1 taqsim T2. T1 taqsim T2 teng kvadrati yo'qolsa bu taraf ildizga kiradi. Demak, A2 taqsim A1 bo'ladi. Teng A2 9A, A1A. Demak, 9A bo'lingan A. Ildizosi 9, undan 3 chiqadi. A javob. Keyingi masala. Rasm asosida jismning harakat tenglamasini aniqlang. Demak, rasmga qarasak, jism sekinlanuvchan harakat qilmoqda. Nimaga desa, demak, tezlik yo'nalishi bilan tezlanish yo'nalishi qarama-qarshi bo'lib turibdi. Demak, u x o'qiga qarab yo'nalishida harakatlanib turibdi, qandaydir v0 tezlik bilan. Demak, tezlanish yo'nalishi unga qarama-qarshi. Ya'ni u sekinlanuvchan harakat qilib turibdi. Demak, o'zi koordinata tenglamasi x teng x0 plus s. X teng x0 plus mana bu s ning o'rniga v0t plus at kvadrat taqsim 2 qo'yamiz. Endi sekinlanuvchan harakat bo'lgani uchun mana bu a ning o'rniga a ning oldiga minus bo'ladi. Ya'ni minus bo'ladi. Shunda x0 plus v0t minus at kvadrat taqsim 2. Demak, S javobda turibdi. Demak, 55-masalada rasm asosida jismning harakat tenglamasini aniqlang. Bunda demak tezlanish yo'nalishi ham mana shu masalada tushuntiraman.
Demak, tezlanish yo'nalishi bilan tezlik yo'nalishi, ya'ni A bilan V0 ni yo'nalishi bir xil bo'lib turgani uchun hamma joyida plus bo'ladi. Ya'ni x0 plus v0 plus a kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni bu y javobda turibdi. Keyingi masala 55 teng y javobda. Demak, 56-masala. Bu ham shunga o'xshash masala, ya'ni sharti bir xil. Endi tenglama sal boshqacharoq bo'ladi. Endi x teng, demak x0 minus v0 t bo'ladi. Chunki mana bu yerda u x o'qina qarama-qarshi yo'nalishda harakat qilmoqda. Demak, x o'qina qarshi harakatlangani uchun v0 ni oldi manfiy bo'ladi. Demak, minus v0 t bo'ladi. Endi tezlanish bu x yo'nalishida bo'lgani uchun plus a t kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Demak, C javobda turibdi. Demak, x ni yo'nalishi bilan solishtirib, tezlanish va tezlikni oldindagi ishorasini o'zgartirib, tenglamani buzib olaveramiz. Keyingi masala ham shu bilan bir xil. Endi bu yerda demak A ning yo'nalishi ham x yo'nalishidan teskari bo'lib turibdi. Demak, v0 ning yo'nalishi ham, ya'ni tezlik bilan tezlanishning yo'nalishi ham x o'qina qarshi yo'nalishda joylashgan. 0 x0 x. Demak, ikkisining ham ishorasini manfiy deb olamiz. Demak, x teng x0 minus v0 minus a t kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Y javob bo'ladi. Keyingi masala jismning harakat tenglamasi berilgan ekan. Demak, harakat tenglamasi x teng minus 10 plus 8 t minus t kvadrat. Ko'rinishda jismning to'xtash vaqti koordinatasini aniqlang. Demak, to'xtagan vaqtdagi uning koordinatasini aniqlash kerak. Demak, biz x ni topishimiz kerak. Ya'ni vaqtni topib turib, mana shu tenglamaga qo'ysak koordinatasi chiqadi. U uchun biz dastlab vaqtni topib olishimiz kerak. To'xtash vaqti degani uchun oxirgi tezligi 0 bo'ladi. Vaqtni t teng, ya'ni sekinlanuvchan harakat bo'lsa, v0 minus v taqsim a degan formulani topsak bo'ladi. v0imiz, ya'ni t ni oldida turgani v0 bo'ladi. Demak, 8 minus v miz 0 taqsim a, t kvadratni oldida turgani a bo'ladi. Demak, bu yerda 1 bor, taqsim 2 bo'lishi kerak edi. Ya'ni t kvadratning oldidagi son 2 ga bo'lingan. Demak, t kvadratning oldidagi sonni 2 ga ko'paytirib olamiz. 1 ni 2 ga ko'paytirsak 2 bo'ladi. Demak, 8 taqsim 2 teng 4 sekund. U 4 sekundda to'xtaydi ekan. Endi to'xtagan vaqtdagi koordinatasini topish uchun mana bu tenglamaga t ni o'rniga qo'yamiz. X teng minus 10 plus 8 ko'paytiruv t ning o'rniga 4 minus t kvadrat, ya'ni 4 ning kvadrati 16 bo'ladi.
teng 8 4 32 minus 10 minus 22 minus 38 bo'ladimi? Yo'q. Demak minus 10 emas x0. Tak. Minus 10 ekan. Minus 10 plus 32 minus 16. Plus 22 minus 16. Demak plus 6 metr bo'ladi. B javob. Demak koordinatasi 6 metr bo'lgan nuqtada u to'xtaydi ekan. Keyingi masala. Tekis tezlanuvchan harakatlanayotgan jismni berilgan t vaqt momentidagi koordinatasi qanday ifoda bilan aniqlanadi? Demak, v0 teng 0 degan shart berilgan. x0 boshlang'ich koordinata, v oxirgi tezlik, a tezlanish, t vaqt. Demak, tezlanuvchan harakat bo'lsa x teng x0 plus v0t plus at kvadrat taqsim 2 bo'ladi. v0 0 degan shart bergani uchun bu had yozilmaydi. Demak, x teng x0 plus at kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Y javobda turibdi. 60. Jismning harakat tenglamasi x teng minus 0,6t kvadrat plus 6t plus 60. Ko'rinishda jism to'xtaguncha qancha vaqt harakat qiladi? Demak, to'xtaguncha v oxirgi tezligi 0 qancha vaqt harakat qiladi? Demak, vaqtni topishimiz kerak. Demak, t teng v0 minus v taqsim a bo'ladi. v0 t ni oldida turgani v0 bo'ladi, ya'ni 6. To'xtaguncha, ya'ni to'xtaganda uni oxirgi tezligi 0 bo'ladi. 6 dan 0 ni ayirsak 6 bo'ladi. Taqsim a. A t kvadratni oldida turgan son a bo'ladi. Demak, buni 2 ga ko'paytirib olsak, 0,6 ni 2 ga ko'paytirsak 1,2 bo'ladi. Demak, 6 ni 1,2 ga bo'lsak 5 sekund bo'ladi. A javob. 61. Jismning harakat tenglamasi, jism to'xtaguncha 61 ham xuddi shu 60-masala bilan bir xil bo'ladi. Uni ishlab o'tirmaymiz. Demak, 62-ni ishlaymiz. 62-masalada shuni o'chirib olaylik. K nuqtadan tinch holatdan, K nuqtadagi tezlik 0. Tinch holatda turgan jism x o'qi bo'ylab tekis tezlanuvchan harakat qiladi va 5 sekundda L nuqtaga keladi. Ushbu jism koordinatasini vaqtga bog'liqlik tenglamasini tuzing. Bo'linmalar orasidagi masofa bir xil.
Demek mana bu K nuqtadan L nuqtaga bu t teng 5 sekund vaqtda yetib kelar ekan. Demek koordinata tenglamasi tezlanuvchan harakat bo'lgani uchun x0 plus v0t plus at kvadrat taqsim 2 bo'ladi. Demek K nuqtada L nuqtaga 5 sekund vaqtda kelsa, tenglamani tuzish uchun tezlanish topib olishimiz kerak. Demak, ularning orasidagi masofa har oraliq 5 metrdan bo'lsa, demak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Demak, masofamiz S'imiz 50 metr bo'ladi. 50 metrni t teng 5 sekundda o'tgan bo'lsa, a teng v0 0 bo'lsa, 2s taqsim t kvadrat bo'ladi. Demak, 2 ko'paytirib 50 5 ning kvadrati 25. Demak, tezlanishimiz 4 metr taqsim sekund kvadrat bo'ladi. Endi tenglamaga qo'ysak, x teng x0, demak mana bu had 0 bo'ladi, plus a ning o'rniga 4 qo'ysak, demak 4t kvadrat taqsim 2. Demak, x teng x0 plus 2t kvadrat bo'ladi. Minus 10 koordinata. Demak, har oraliq 5 dan bo'lsa, mana bu koordinata mana bu nuqta 0 bo'lsa, K nuqta, ya'ni dastlabki koordinatasi uning x0 bo'ladi. Chap tarafga, ya'ni 5 10 metr bo'ladi. Ya'ni 0 dan chap tarafda bo'lgani uchun x0 imiz minus 10 metr bo'ladi. Endi x0 ning o'rniga minus 10 qo'yamiz. Demak, x teng minus 10 plus 2t kvadrat bo'ladi. 2t kvadrat minus 10. Demak, a javobda turibdi. Keyingi masala. Jismning harakat tenglamasi berilgan ekan. Demak, x teng 3 minus 4t plus 5t kvadrat. Uning tezligini vaqtga bog'liqlik tenglamasi. Demak, tezligining vaqtga bog'liq tenglamasi. Tezlanuvchan harakat, ya'ni tezlanishning oldi musbat. Demak, v teng v0 plus at bo'ladi. Endi v0 bu yerda mana o'zi x teng x0 minus v0t plus at kvadrat taqsim 2. Demak, t ning oldida turgani v0 bo'ladi. Ya'ni v0 bu yerda minus 4 ga teng. V teng minus 4 plus a, ya'ni t kvadrat taqsim 2. Mana bu sonni 2 ga ko'paytirib olsak, 5 ni 2 ga ko'paytirsak, demak 10 t bo'ladi. Minus 4 plus 10 t bo'ladi. Minus 4 plus 10 t, ya'ni b javobda turibdi. 63. 63 b javob. 64-masala ham xuddi shu bilan bir xil. Demak, 65-masalani ishlaymiz. Demak, 65. Jismning harakat tenglamasi berilgan. Yana x teng minus 10 plus 8t minus 2t kvadrat. Jism to'xtaguncha qancha masofani bosib o'tadi? Demak, to'xtasa v teng 0 bo'ladi. Qancha masofa? S so'ralmoqda. Dastlab to'xtash vaqtini topib olamiz. Demak, to'xtaguncha S teng v0t minus at kvadrat taqsim 2. v0 bu yerda bor, tezlanish ham bu yerda bor. Demak, t ni topib olishimiz kerak. T teng v0 minus v taqsim a bo'ladi. v0 8 minus to'xtasa oxirgi tezligi 0 bo'ladi. Demak, a 2 ni 2 ga ko'paytirib olsak, demak 4 bo'ladi. 8 taqsim 4, demak 2 sekund bo'ladi. Jism 2 sekund vaqtdan keyin to'xtaydi. Endi
Shu 2 sekund vaqt momentidagi demak masofa, ya'ni bosib o'tilgan yo'lni topishimiz kerak. Demak, V0 bu yerda mana 8, vaqtimiz 2 sekund chiqdi. Minus A 4, ya'ni 2 ni 2 ga ko'paytirib olamiz. Ko'paytirib t ning kvadrati, ya'ni 2 ning kvadrati 4 bo'ladi. Taqsim 2 teng 16 minus 2 8 bo'ladi. 2 ni 4 ga ko'paytirsak, demak 16 dan 8 ni ayirsak 8 metr bo'ladi. Demak, jism to'xtaguncha 8 metr yo'lni bosib o'tadi ekan. Demak, D javobda turibdi. Oxirgi masala. Jismning harakat tenglamasi berilgan, jismning to'xtash vaqtidagi koordinatasi. Demak, jism to'xtagandan keyin, ya'ni qaysi koordinata, qaysi nuqtada to'xtaganini topib olishimiz kerak. Bu uchun bizga vaqt kerak bo'ladi. Mana bu tenglamadan foydalanib vaqtni topib olishimiz kerak. To'xtagan bo'lsa, ya'ni oxirgi tezligi 0 bo'ladi. Demak, t teng yana v0 minus v taqsim a bo'ladi. V0 4 minus v to'xtagan bo'lsa, ya'ni 0 bo'ladi. A t kvadratning oldidagi sonni 2 ga ko'paytirib olsak, 1 ni 2 ga ko'paytirsak 2. Demak, bu 2 sekund, ya'ni 2 sekunddan keyin u to'xtaydi. Endi koordinatasini topish uchun mana bu tenglamaga qo'yamiz. X teng t ning kvadrati, ya'ni 2 ning kvadrati 4 minus 4 ko'paytiruv t ning o'rniga 2 qo'yamiz. Plus 3. 4 minus 8 plus 3. Ya'ni minus 1. A javob. Demak, koordinatasi minus 1 bo'lgan nuqtada u to'xtar ekan. Shu bilan 6-masalamiz ham tugadi. Keyingi videoda, ya'ni 7-mavzuni, masalalar yechimlarini davom qildiramiz.